Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 28-may haftani chorshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatmoqdamiz. Aka, bu tapchkalaringiz nech puldan nech pulgacha? Tapchkalarni 10 mingdan 25 mingga. Pachka narximi, dona narximi? Xo'p, pachka narxiga har xil bo'ladi. Ha. Hozir siz aytyapsiz-ku 10 mingdan 25 ming so'mgacha deb. Shuni donaga aytyapsizmi yo pachkaga aytyapsizmi? Bular umumiy hammasini aytyapman. Mana bular dona narxini aytdim hozir hammasini. Xo'p, donaga nech pul? Bularimiz 25 ming donaga. 25 ming so'm donaga. Razmer nechtalik buniki? Razmer 5 ta bo'ladi. Razmeri 5 talik ekan. Bularimiz dona 15 ming, pachka 12 ming. Dona 25 ming so'm ekan, pachkaga 12 ming so'mdan ekan. Razmer nechtalik aka? Razmerlarimiz 5 talik. Razmerlar 5 talik ekan. Hop. Yaxshi. Haligi tahoratga kiyadigan tapchkalaringiz qaysi? Yupqasi bor-ku. Ulardan kelmadi. Ularni tugab qoldi o'tgan safar. Ha, shu haligi oddisi bor edi-da. Ha, sotib oldim. Xo'p, Bulardan bor. boricha ko'rsataveraylikchi. Ana shu nech pul, ana shu ham bo'laveradi shu. Tez quriydigan tapchkada nech pul deyapsiz? Dona 17 ming sotyapti. Donaga 17 ming so'm, pachkaga Pachkaga 15 ming beryapti. 15 ming. Oldini ko'rsataylik. Bo'ldi. Bastonich qizmi? Donaga 30 ming so'm, 25 ming pachka. 25 ming pachkaga. 40 dan 44 gacha rasmi. Xo'p, tushunarlik. Bular nech pul? Ipi bor oyoq kiyimlar. 60 mingdan donaga bular. Mana bular, ha? 60 ming so'mdan donaga ekan. Pachkaga nech pul? 48 ming pachka. 48 ming so'm pachka narxi ekan. Mana bular 46 ming pachka. Bunisi 46 ming so'm pachkaga, donaga Donaga buni 60 ming beryapti. 60 ming so'm qilib berishyapti. Bular razmer nechtalik? Razmer 39 dan 44 gacha. 39 dan 44 gacha razmer. Bu ipleschi razmeri. Bu yoq xuddi shunday 39 44. 39 dan 44 gacha razmer. 35 ming so'm dona bular. Bular 35 ming so'm dona ekan. Mana bular. 30 ming so'm pachka. 30 ming so'm pachkaga ekan. Ko'p qo'ymaymiz ustiga biz tovarimiz. Xo'p. O'tdan priyama chiqadi bular. Qarangda, ana ipi bori turibdi kanopkan tepasida. Shular nech puldan? Bularimiz 40 ming so'm pachka. 40 ming so'm pachkaga, donaga nech pul? 60 ming 70 ming sotiladi. 60 ming, 70 ming sotilyapti ekan. Shu akamizni yaxshilab eslab qo'yinglar. Xitoy tapchkalar ekan. Nech pul deyapsiz buni? Xitoy tapchkalar 50 mingdan donaga. 50 ming so'm donaga ekan. 30 ming so'm pachka. 30 ming so'm pachkaga ekan. Har xilidan bor Xitoy tapchkalar. Donaga 30 ming beradi. Bular 35 mingdan pachka. Xo'p. Sizni telefon nomeringiz aka? 90lik 90lik 055 055 98 79. 98 79, ha? Bo'ldi, shu nomerga kunduzi telefon qilaverasizlar. Ko'p qo'ymaymiz ustiga deyishyapti. Zavoddan prema olib kelib sotasizmi? Yo qo'ldan olasizmi? Zavoddan olamiz, olib kelib sotamiz. Zavoddan olamiz, olib kelib sotamiz deyishyapti. Yaxshi. Xitoy tapchkalar prema Xitoydan keladi. Xitoy tapchkalar prema Xitoydan. Xitoy tapchkalari Priyamoy Xitoydan kelar ekan. Yaxshi. Endi mana qo'ldan kelgancha boricha ko'rsatyapmiz. Shunaqa gaplar. Ana bor ekan, bepulga xizmat ko'rsatadi mana bu.